Yaxshimisiz-ku, qalasizlar? Hammanglar bola-chaqa hamma yaxshimi? Tuzimisizlar? 6-iyun Qurbon hayitinglar qutlug' bo'lsin. Sog'omon bo'linglar. 6-iyun 2025-yil. Qurbon hayit bayrami bilan hammani tabriklab qolamiz. Mana biz endi Allohning sigirni baqib kelamiz-da, ertamanda namoz o'qib keldik. Kut. Voy, ana endi bolasi ham mol bo'lgan. Allohim. Juda esi yo'q bo'lyapti bu. Haqiqi. Esi yo'q. Atirgul mana roza mnogo. Atirgullar ochdi, chiroy degan atirgullar mana. Meteorin City'da. Andijon viloyati Izboskan tumani Paytuk. Bizning qishlog'imiz Meteorin qishlog'i. 2025-yil 6-iyun. O'zimiz oilamiz uchun esdalik. Allohning sigirni baqib yuramiz. Shu story olib ketdi bu sigiram. Kichkina jijiligidan bu sigir qilib olganmiz buni. Jiji edi bu bechara. Planda ham yo'q edi bu sigir qilamiz degan. Bitta sariq sigirni buqaga qo'yib fermada. Shunaqa ola sigir qilib olganmiz-da. Voy, uloqqa ketma. Shustri bu, shustri. Allohning shustri, yur. Bo'lay, Makka ekishibdi. O'yladi, gullar bor ekan. Mana temir tovuq oldim-da. Mana uni qoziq qoqaman, tars qilib. Bo'pti, esdalikka bizga sog'omon bo'lib, bayraminglarni ham bir tabriklayman. Qurbon hayiti bugun.